Qaynonam to'yxonada ofitsiantlik ishida ishlayaptilar. Shuning uchun hozir SMS jo'natdilar. Uyga ketyapman, ishim tugadi deb. Uyga kelgunlaricha men joylarini tayyor qilib kutib olmoqchiman. Ketdik. Katiz qaynonam dushanbadan jumagacha o'quv markazida ishlaydilar. Lekin shunga qaramay shanba yakshanba bekor o'tirmaydi, pulli ishga ham chiqib turadilar. Koreyada bu oddiy holat, hattoki taniqli aktyor va aktrisalar ham dam olish kunlari mehmonxona tozalashga yoki ofitsiantlik ishiga chiqib turishadi. Chunki Koreyada yashash juda ham qiyin. Qaynonam ishxonadagi tanishlari ham shanba yakshanba kunlari qo'shimcha ishga chiqishar ekan. Itvachchamiz ovqatiga narsa qo'shib bermasak yemaydigan bo'lib qolgan, shuning uchun qaynonam kelguncha tezda ovqatini yedirib qo'yishim kerak. Bo'lmasam nimaga itvachchamga ovqat bermading, senga ham ovqat bermayman deb qolmasinlar. Bu safar paprika qo'shib berdim. Itvachchamiz juda ham aqlli, paprikani tanlab yeyishini qaranglar. Bu videoni ovqat tanlab yeydigan do'stingizga jo'natib qo'ying. Va yana shunaqa chapillab yeydigan do'stingizga ham jo'natib qo'ying. Itvachchamizni ovqat yeyotganini ko'rib, o'zimni ham qornim ochib ketdi. Shuning uchun tezda ko'chaga chiqib, shaftolili mochi olib keldim. Va shaftolili mochini ta'mi juda ham zo'r. Agar O'zbekistonda mochi zavodi ochilganda, O'zbekiston boyib ketgan bo'lardi. Ichida shunaqa shaftolili vareniya bor ekan, usti esa yumshoq. Mochiga qo'shib sprayt ham olib keldim. Mendan boshqa hech kim ichmasin deb ichiga tupurib qo'ydim.